Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz oyoqlarning bedor tunlari. Boldirda chumoli yurgandek yoki elektr toki chirsillagandek bo'lishi, igna sanchgandek og'riqlar, qaltiroq, achishish, bezovta oyoqlar sindromiga uchragan kishilar bu holatni turlicha tasvirlashadi. Lekin bu alomatlarning juda yoqimsizligi hamda uxlashga xalal berishi umumlashtirib turadi. Odatda kasallik alomatlari oyoqlar uzoq vaqt harakatsiz bo'lganda boshlanadi. Bunda oyoqlar holatini o'zgartirish istagi kuchayadi. Lekin aksariyat hollarda bu alomatlar aynan kechki payt uyquga yotishdan oldin sezila boshlaydi. Bu yoqimsiz holatdan kishi o'ziga joy topa olmaydi. Bemor turib yurgisi keladi. Go'yo shunday qilsa, oyoqlari tinchib qolganidek. Shunday ham bo'ladi, ammo to'shakka yotishi bilan yana barchasi boshidan boshlanadi. Natijasi ayon, uyqusizlik odatiy holga aylanadi. Agar bemor bir amallab uxlasa-da, oyoqlarning bezovtaligi yana 1-2 soat davom etadi. Bu kasallikning yengil ko'rinishida shunday. Og'ir holatlarda esa oyoqlar tongyotargacha borib tinchlanadi. Bunday xurujlar 60 martadan ko'proq bezovta qiladi. Bu 1 soniyada bir necha bor qaytalanadi degani. Bunday xurujlarning har biri dam olayotgan miyani bezovta qilmay qo'ymaydi albatta. Ammo odam uyg'onganligini bilmaydi. Shuning uchun bu xurujlarni eslay olmasligi ham mumkin. Lekin bunday chala uyg'onishlar uyqu sifatiga salbiy ta'sir etib, odam uyquga to'ymaydi. Shuning uchun tuni kun uyqusirab yuradi. Kundalik ishlari unmayotganiga ajablanadi. Ayniqsa, rulni boshqarayotganlar uchun bu holat xavflidir. Bezovta oyoqlar sindromi keng tarqalgan kasallik bo'lsa-da, uni aniqlash mushkul. Odamlar kunduzi shifokor huzuriga borganda kasallik asoratlari aniq sezilmaydi. Bemorning shikoyatiga ko'ra odatda shifokor bo'g'imlar kasalligi yoki tomirlarning varikoz kengayishi deb taxmin qiladi. Oyoqlarning tungi injiqligi boshqa bir kasallik tufayli kelib chiqqan bo'lsa, asosiy davo choralari o'sha kasallikka qaratiladi. Bezovta oyoqlar sindromini shifokor dori-darmonlar bilan davolaydi. U dorilar me'yori va qabul qilish tartibini belgilab beradi. Sog'lom bo'lishni o'rganish ham foydali bilimdir. Doimo salomat bo'ling.